Esselamu aleyküm hürmetli zamandaşlarım. Var mısınız, aman mısınız, sağ salamet misiniz? Yine sizler bilen bugün didar görüştürgenimizden bagayet xursandman. Sizlerge sağlık, amanlık tilegen halda bugünkü mevzunu başlayımız. Güçlü tenede güçlü akıl. Sizge özünüzden başka hiç kim hatırcemlik bile bakış ete olmaydı. Sağlam buluş için bakvat buluş için əsəb tizimi bilan birgalikda kuchli tanada kuchli aqlga ega bo'lishimiz zarur. Tana jim turmaydi, lekin uning harakati aql va idrok tomonidan emas, balki 5 xil sezgi a'zolari orqali harakatlanadi. Masalan, tananing ochliqqa bo'lgan javobi, ta'mi yoqimli bo'lgan nimadir iste'mol qilish bu sog'liqqa foydalimi yoki zararlimi? Bundan qat'iy nazar, xo'p, bunday hayot tarzi ruhan cho'kib, asta-sekinlik bilan o'zini o'zi o'ldirish demakdir. Bu nima? Shunday qilib, tanani kuchli qilish uchun aql ham kuchli bo'lishi zarur. Kuchli aql esa tanani nazorat qilib, uni sog'lom bo'lishi uchun zaruriy hayotiy odatlarni yaratadi. Demak, sog'lom tana uchun sog'lom aql va baquvvat asab kuchi zarur. Xavotirlanishga odatlanmang. Kuchli aql ijobiy fikrlarni ishlab chiqaradi. Fikr va taassurotlarni nazorat qilib turadi. Shuning uchun tanangiz kuchli bo'lsin. Tanangiz kutilmagan xurujlarga keraklicha qarshilik ko'rsata olsin. Aniqrog'i, tananing faoliyati shunday mexanik aniqlikka ega bo'lsinki, salbiy ruhiy ta'sirlarga javob qaytarishga doimo tayyor tursin. Bizning birinchi vazifamiz tananing tibbiy hayot dasturiga moslashishini ta'minlash. Shuning uchun ochiq havoda sayr qilish, diafragmada nafas olish, miyani tiniqlashtirish kerak. Kislorod miyadagi pardani ochadi. Ijod qilishga, ishlashga insonni tayyorlaydi. Aslida jismoniy sog'liq aqliy sog'liqni to'ldirib turadi. Ko'pgina miyaning og'riqli holatini, asab tizimining salbiy faoliyatini qon tarkibidagi zahar va boshqa jismoniy sabablar bilan tushuntirish mumkin. O'ylashimcha, ruhiy holatlar jismoniy ta'sir sababidir. Davolovchi quyosh nurlari ta'sirida tana tetik bo'ladi. Bu esa asab tizimini tinchlantiradi. Jilmayish ruhiy va jismoniy ta'sirning yaqqol misolidir. Biz jilmayamiz chunki baxtlimiz, kayfiyatimiz yaxshi. Jilmayib ko'ringchi, agar kayfiyatingiz yomon bo'lsa, jilmaya olasizmi? Jilmayish har doim ruhiy holatni yaxshilaydi. Bu albatta ruhiy kuchlanishni talab qiladi. Ayniqsa, yig'lash o'rniga kulmoqchi bo'lsangiz, sog'lom tanada sog'lom aql. Hech kim bundan chiroyli aytmagan. Kerakli ruhiy tartibni jismoniy tartibga o'rnatishda ishlatish tanani salbiy fikrlardan himoya qilib, miyani tinch va sog'lom saqlashga yordam beradi. Miya va mushaklaringizni baquvvat qiling. Shunda siz sog'lom bo'lib, jismonan, ruhan mutanosiblikka erishasiz. Tashabbussiz hech qanday buyuklikka erishib bo'lmaydi. Asab tizimi mukammal sog'ligingiz muvozanatini o'rnatish uchun sizga baquvvat asab kuchi zarur. Bu kuch millionlab asab hujayralarida yig'ilib, asab tizimini tashkil qiladi. Asab tizimi ikki bo'lakdan iborat. Tashqi asab tizimi, u teri yuzasini, mushaklarni nazorat qiladi. Ya'ni qo'l, oyoq, bosh va o'zga a'zolarni harakatga keltiradi. Terining issiq sovuqqa jarohatlarga ta'sirchan qiladi.
İkincisi içki əsəb tüzümü. U içki əzalarını nəzarət qıladı. Miyə baş mərkəz operatorxanası bu yerdə insan əzalarının bərçəsiga insan hisoblash tizimiga dastur yuboriladi. Əsəb kuchining 3 xilligi. Əsəb tizimi 3 xil əsəb kuchi yordamida boshqariladi. Birinchisi mushaklar əsəb kuchi. Bu mushaklardan harakatga keltiruvchi əsəb kuchidir. Mayda hasharotlar ham mushak əsəb kuchiga egalar. Ularning mushak əsəb kuchi o'z o'lchamlariga nisbatan juda katta. Agar fil, burga va shunga o'xshash hasharot kabi mushak əsəb kuchiga ega bo'la olganda u tog'lardan sakrab o'tib osmono'par imoratlarni qo'porib yuborishga qodir bo'lar edi. İkincisi a'zolar əsəb kuchi uning yuqori darajadagi mustahkam sog'liq va kasalliklarga qarshi kurashish imkoniyatini beradi. Bu esa uzoq va sog'lom hayot degani. Uchinchisi ruhiy əsəb kuchlari bunda sifat birinchi o'ringa ko'tariladi. Baquvvat ruhiy əsəb kuchi yuqori aql idrokni yaratadi. İnson ruhiy chiniqqan bo'ladi. U o'z his tuyg'ularini jilovlay oladigan kuchli shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Asabiy kuchlanishlar, jarohatlar uning hayotiga ta'sir qilmaydi. Bunday insonlar o'z taqdiriga o'zi xo'jayin deyishadi. Ruhiy asab kuchi yuqori bo'lganlarni hech kim u o'tirgan taxtdan tushira olmaydi. Ruhiy muvozanatdan chiqara olmaydi. Siz oddiy inson doimo ruhiy rohatdasiz. Asab tizimining muvozanati. Tabiat barcha jabhalarda muvozanatni saqlashga harakat qiladi. Inson bu muvozanatni buzsa xavotirlanishga tushadi. Bu 3 xil sababga binoan asab tizimi muvozanatini buzilishini keltirib chiqarishi mumkin. Birinchisi asab yemirilishi, ikkinchisi asab depressiyasi, uchinchisi asab taranglashishi. Men shunday iboralardan foydalanaman. Toki mutaxassis bo'lmaganlar ham mening fikrlarimni tushunib yetishsin. Asab tizimi haqida gapirganimda tashqi va ichki asab tizimlarini nazarda tutaman. Asab yemirilishi yuqorida aytilgandek asab hujayralarini asab kuchlarini yig'adigan rezervuarlar hisoblanadi. Agar bu rezervuarlar yarimlashib qolsa, demak asablaringiz yarimgacha yemirilibdi. Sizning hayotiy a'zolaringiz va mushaklaringiz faoliyati uchun kerakli ozuqani yarimisini oladi. Asab hujayralari asab kuchlariga to'la bo'lsa, asab kuchi bosimi yuqori bo'ladi. Biz jismoniy va ruhiy kuchga to'la bo'lamiz. Vazifalar osongina yechimini topadi. Murakkab vazifalar ham oson ko'rinadi. Siz dinamo mashinasiga o'xshaysiz. Charchoq nimaligini bilmaysiz. Shuning bilan aziz zamondoshim, bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Sog' salomatlikda ertaga ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda efirda Qo'ziboy Ro'zmetov. Xayr, sog' bo'linglar.